Milliy terma jamoamizda yangi nomlar sinovdan o'tkaziladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro yanvar oyidagi yig'inga jalb etilgan futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. Murabbiylar shtabi qaroriga ko'ra mazkur yig'in 20-yanvar kuni Birlashgan Arab Amirliklarida boshlanadi. Unda mahalliy chempionatda to'p surayotgan terma jamoaga nomzod futbolchilarning jismoniy holatini nazorat qilish rejalashtirilgan. Demak, tarkibdan darvozabonlar O'tkir Yusupov, Vladimir Nazarov hamda Edem Nemanov o'rin olgan bo'lsa, himoyachilar safidan Mahmud Muhammadjonov, Avazbek O'lmasaliyev, Otabek Ahadov, Dostonbek Tursunov, Zafarmurod Abdurahmatov, Alibek Davronov, Jahongir O'rozov, Dilshod Komilov hamda Ibrohim Halil Yo'ldoshevlar bor. Yarim himoya chizig'ida esa Ibrohim Ibrohimov, Xurshid G'iyosov, Jasurbek Jaloliddinov, Sherzod Esanov, Quvondiq Ro'ziyev, Abbos G'ulomov, Javohir Husanov, Abrorbek Ismoilov hamda Ikromjon Aliboyev mavjud. Hujumchilar ham odatdagidan ko'proq Rustam Turdimurodov, Aziz Xolmurodov, Samandarjon Mavlonqulov, Anvarjon Hojimirzayev, Firdavs Abdurahmonov, Alisher Odilov, Oybek Bozorov hamda Nodirbek Abdurazzoqov. Katta ehtimol Fabio Cannavaro ushbu futbolchilar ichidan eng saralarni bu yil bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga ham olib ketadi. Demak, ularda yaxshi imkoniyat bor.